Dasturimizni qiziqarli mavzu bilan, ya'ni muzeylarga sayohat bilan davom ettiramiz desam adashmayman. 1977-yildan buyon 18-may sanasi dunyoning 150 dan ortiq davlatlarida xalqaro muzeylar kuni sifatida keng nishonlab kelinadi. Chunki muzeylar bilamizki, bu bugun bilan o'tmish o'rtasidagi mustahkam ko'prik vazifasini o'taydi. U yerda tarix yashaydi, u yerda ilm yashaydi. Har bitta eksponat zamirida albatta o'z davriga xos bo'lgan insonlarning hayoti, o'z davriga xos bo'lgan kashfiyotlar yashaydi. Va bugun viloyat muzeylarimizda holat qanday, yangiliklar qanday degan savollarimizga javob olish uchun Navoiy viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyi katta ilmiy xodimi Manzura Hoshimovani studiyamizga taklif etganmiz. Manzura opa, xush kelibsiz. Ismingiz xayrli bo'lsin. Hozir mana shu studiyamizda eng boy inson siz, chunki mana shunday butun bir necha asrlik tariximizni, necha asrlik boyliklarimizni saqlab kelayotgan, xalqimizga taqdim etayotgan, ularga mana shu eksponatlar haqida ma'lumotlar berib kelayotgan bir ilmiy xodimsizda. Umuman olganda, mana kuni kecha 18-may yuqorida aytganimdek xalqaro muzeylar kuni sifatida keng nishonlandi va viloyatimizda bu qanday o'tdi, qanaqa tadbirlar bo'lib o'tdi? Masalan, bepul sayohatlar tashkil etildimi, yo'qmi sana munosabati bilan? Mana bir necha kundirki, mana shu viloyatimizda o'sha xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan bir qancha tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Mana shu munosabat bilan bizning muzeyimizda ham o'sha ochiq eshiklar kuni e'lon qilindi va bu e'lon qilingan kun natijasida muzeyda o'sha korxona va tashkilotlardan, oliy ta'lim muassasalaridan, o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan tashrifchilar tashrif buyurishdi va muzey xodimlari shu tashrifchilarga yuqori saviyada xizmat ko'rsatishdi. Bu borada tadbirlar ham amalga oshirildi. Ko'rgazmalar, mahorat darslari, uch avlod uchrashuvlari tadbirlari o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan va bu qarorga ko'ra shu muzeylar tizimida ham xalqaro hamkorlik yana ham kengaydi, yana ham mustahkamlandi va aynan buning natijasida O'zbekiston Respublikasi dunyoga mashhur bo'lgan o'sha jahondagi muzeylardagi ko'rgazmalarda ham ishtirok etdi-da. Bu bir tomondan mana shu O'zbekistonning bir boy qadimiy madaniy merosini namoyish etish bilan bir qatorda bu albatta sayyohlarni, ya'ni turizm salohiyatini yuksaltirishga ham yordam beradi-da. Bugun mana shu viloyatimizdagi muzeylarga ham tashrif buyuruvchilar sonini oshirish uchun qanaqa bir ishlar olib borilyapti, targ'ibot, tashviqot ishlar olib borilyaptimi? Umuman olganda mahalliy sayyohlar deb ayta qolaylik, sayohatchilar bilan bir qatorda xalqaro sayyohlar ham kelyaptimi? O'sha mana shu viloyatimiz muzeyni keng targ'ib qilish maqsadida o'sha ishchi xodimlarimiz tomonidan ham mana shu targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda va korxona va muassasalar, oliy o'quv yurtlari va o'sha o'rta maxsus ta'lim muassasalariga borishib o'sha targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishmoqda va bu borada muzeyda sayyohlar soni anchagina oshib qoldi desam mubolag'a bo'lmaydi. 2025-yilda 40 mingdan oshiq tashrif bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda esa 55 mingta tashrif kutilmoqda muzeyimizda. Va bu borada o'sha turistik sayyohlarni jalb qilish maqsadida ham o'sha tur firmalari bilan ham shartnomalar qilingan. O'sha Samarqand shahridagi 2 nafar tur firma bilan biz shartnoma qilganmiz. Albatta, demak, xorijiy sayyohlar ham kelyapti. Targ'ibot ishlarining bugungi kunda joylarga borib, tashkilotlarda, maktablarda borib o'tkazgandan ko'ra, bugungi kunda zamonaviy qo'limizda telefonlarda, ijtimoiy tarmoqlarda maxsus roliklar bormi muzeylarimizning faoliyati, undagi eng bir yaxshi eksponatlar bo'yicha bir ijtimoiy tarmoqlarga bir roliklar tayyorlab qo'yilganmi? Masalan, dunyoning istalgan joyidan turib ko'rib va o'sha Samarqand bilan Buxoroni o'rtasidamizmi endi biz? Samarqanddan Buxoroga o'tayotgan turistlarimiz, Buxorodan Samarqandga o'tayotgan sayyohlar shu roliklar orqali ma'lumotlarga ega bo'lib, o'zlari qiziqqan sayyohlar kelib keladigan sharoitlar qilinganmi bugungi kunda?
aynan o'sha muzeyimizning o'sha axborot agentligi bo'yicha o'sha biriktirilgan xodimlari tomonidan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha roliklar ham tayyorlanib borilmoqda. Instagram, Telegram, Facebook, YouTube mana shunga o'xshagan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda xodimlarimiz muzeyimizning o'sha keng targ'ibot qiladigan o'sha tarixini, mana shu o'tmishini yoritib beradigan roliklarni tayyorlab qo'yib borishmoqda. Albatta, va muzeylar faoliyati bilamizki, yildan yilga boyib boraveradi-da, yildan yilga eksponatlar bilan Milliy merosga mening hissam aksiyasi doirasida ham bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda va o'sha mahalliy aholi tomonidan ularning qo'lida saqlanayotgan o'sha quyi zarafshon vohasiga tegishli bo'lgan uy ro'zg'or buyumlari deymizmi, xo'jalik buyumlari deymizmi, yo qadimiy kitoblar deymizmi, qadimiy osori atiqalar deymizmi, hammasi o'sha milliy merosga mening hissam o'sha aksiya doirasida aholi qo'lidan o'sha sovg'a sifatida olinmoqda va ular mukofotlanmoqda. Juda ham Muzeyga keluvchilarning yosh toifasi qanday? Bugungi kunda yoshlarimiz shu muzeylarga, bu muzey bu tarix so'rag'on, to'g'rimi? O'zi yashab turgan hududning o'zidan oldingi yashagan insonlarning turmush tarzi va bir noyob eksponatlar saqlanadigan joy. Shu yerga keluvchi yoshlarning foizi, soni qay darajada? Bugungi kunda yoshlarimiz tarixga va muzeylarga qanchalik qiziqmoqda? Bugungi kunda o'sha yoshlarimizning muzeyga kelishi juda ham quvonarli hol deb aytsak bo'ladi. Albatta. Chunki ular doimiy kelib mana shu nima desak ekan, ijtimoiy tarmoqlarda ham bizning muzeyimizni targ'ibot qilishmoqda-da. Kelib o'sha qiziqishlar natijasida ijtimoiy tarmoqlarda ham targ'ibot ishlarini olib borishmoqda va bundan biz juda ham xursandmiz. Muzey xodimlari ularga o'sha tariximizni, o'zligimizni namoyon qilib, targ'ibot qilib ko'rsatmoqda. Juda ham yaxshi va har bitta eksponat yuqorida aytganimdek o'ziga xos bir kashfiyot, o'z davrining kashfiyoti deb bilaman shaxsan o'zim. Ma'lumotlar uchun ham biz esa dasturimizni yana bir yaxshi tarona bilan davom ettiramiz.